Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzum shinavandalari, bugun 17-iyul 26-yil sizlar bilan biz Qo'qonda mana hovlimi oldidagi demak uzumlar oldida biz kichkinagina bir uzumlarni tasnifi bilan bori bilan tanishtirib chiqishdi niyat qildim. O'tgan kuni 15-iyul sanasida Yaypan shahrida qadrdonim akam demak Nur Muhammad akani hovlisidagi alvika uzumi va boshqa uzumlarda ko'rsatganim videosi juda ko'p qiziqishlarga sabab bo'ldi. Qo'ng'iroqlar kelyapti. Adreslarni bering, biz ham borib ko'raylik, mazza qilaylik deb. Mana endi o'zim hovlimdagi alvikani sizlar bilan ko'rsatmoqchiman. Bismillah. Mana ko'ringlar, mana bunaqasiga o'zi. Mana donlari endi bu ham salkam tuxumdek bo'lib qolgan. Salkam tuxumdek. Mana boshlari juda chiroyli. Nihoya go'zal, mazzasi ham juda shirin, ajoyib uzum. Serhosil 3 qator uzum qo'yganman. Pastda bu o'rta qator bu, yana tepada ham ancha uzum bor. Hammasi bir tupda. Mendagi endi alvikani eng katta donlari mana shular ekan. Men bu yerga o'sha Nur Muhammad akani uyidagi alvikali tuxumdek bo'lib ketgan donini rasmini qo'yishga harakat qilaman agar. Bo'lmasa qo'ya olmasam naboli o'sha videoni ochib ko'rsalaring, taqqoslab ko'rasizlar o'zlaringiz inshaalloh. Mana bunday bir 4 sm keladigan yirik donlari ham bor. Yana bitta diqqatga sazovor eng erta pishar uzumlarimizdan bu demak bitta zorinka bor. Bu unchalik o'xshamadi. Sababi kattasini kesib tashladim. Ulamadagi tagi tomiri yosh kattaroq degan ulamani kesib tashladim. Bu mana kichkina parg'amadan chiqqanda o'zini tomiriga qo'ydim inshaalloh. Bu donlari maydaroq bo'ldi, sal kechroq ham pishyapti bu. Bandi ketib ham qoldi. Zo'rish kerak. Mana shunday holatda. Bu arkadagisi landish uzumimiz. O'ta serhosil, muskat ta'mli uzum. Juda chiroyli, sariq bo'ladi. Hali ozgina bor yetilishiga, lekin kelib qoldi shekilli. Ballar ko'chadan cho'qilashni boshlagan, qo'shni balachalar. Mana bu yirik donlik demak oq uzumimiz. Bu Kazimir Kalogin Viktor Mixaylovichda demak seleksiyasi bu ham. Bu o'zi o'rta pishar uzumida. Bu yil tezroq yetilishga boshlabdi ichkarisidagi donlari. Endi mana dog'i bu kasal tushgan. Bu yil shunaqa kasal tushdi juda ko'p uzumlarga. Mana u endi böyle oq qanotni tsekatgani izlari bo'lsa kerak, gullaganda shuna iz qoldirib bergan bular. Yaxshi uzum. Muskati yo'q, oddiy shirin, lekin yaxshi kasillaydigan. Mana bu demak bizni hozir aytganim landish uzumimiz. Quyoshda yonib ketaman deyapti, sarg'ayib turibdi. Limon rangi bo'ladi. Juda ajoyib mazza. Choyxonaga olib borilgan boshlari oxirgi donagacha talamon bo'lib yeb ketiladigan. Landish. Bu yil yana chiroyli juda ham hosildi, ko'p tashagan, ham o'zini bir donlari, shakli shamoyili bilan biz mana xursand qilgan uzumlarimizdan bittasi bu Naxodka Kalogina. Bu ko'chadagisi, hovlida ichkarisida yana bitta tup bor, kichikroq bundan tup. Lekin unda bir donlari bundan ham katta bo'lgan, nasib hozir kirib ko'rsa, uni ham syomkaga qo'shib qo'yaman. Naxodka Kalogina erta pishar, karsillaydigan, shirin, anchagina tupida turadigan, qaytib ketmaydi. Vaqtida sal suvini ozgina berib turilsa bo'ldi. Ayniqsa mana unaqa hozirgi anomal issiq kunlari, mana 40 gradus kecha bo'lgan bo'lsa, bizda salqinda havoning harorati 40. Bular endi tashqarida 60-70 gradus bo'ladi.
Azizlar, mana bu endi Gusev Sergey Eduardovichda rossiyalik seleksioner Pёстрый o'zbekchasiga yorqin muskat deb nom berilgan qizil rangli o'ta kuchli muskat, o'ta kuchli shakar to'plash qobiliyatiga ega bo'lgan uzum navi. Bir ajoyib bo'ladi bu. Bu Pёстрыйda anchasini kesib yeyapmiz, anchadan baqa tarqatilyapti. Buni o'zini shinavandalari bor. Faqat shu uzumni yeyman deydiganlar. Mana shu qadrdonlarga Alloh yo'lida ehson qilinyapti. Eng erta pishar deyarli chilga kishmishimiz kuchli muskat tamli tsimusni ko'rgansizlar. Bir necha yillardan baqa video obzorlarini qilib yuraman. Zo'r uzum. Anchasi kesilib ketdi. Endi mana unimiz bu Преображение uzumi. Yirik donlik, erta pishar. Juda o'ta serhosil. Donlari mana yirikligi. Endi ta'mi bo'yicha karsillaydigan danelari mana jigarrang rang olishni boshlabdi. 3 ta danegi bor hozircha. Ikkita mana 3 ta chiqishdi. Endi shakar o'ta kuchli bas. Boshqa uzumlarga nisbatan kamroq shakar to'playdi. Bu o'zining sartavoy xususiyati. Bu demak anaqamiz nahodka Kalugina. Juda bir yoqimli shakar to'plagan. O'ta shirin bo'lib tomoqni qiradigan bas. Me'daga tegadigan darajada. Va shakar yo'q, kam deydigan holat ham bas. Me'yorida.